هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Haşr tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Haşr suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Hadi euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Haşr Medine'de nazil bolgan 24 ayet. İbn Abbas bu sureni Sure Beni Nezir deb ataydı. Said ibn Mansur, Said ibn Jubayr'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Men İbn Abbas radıyallahu anhuga bu sure Haşr'dir desem, bu sure Beni Bezir kabilesi hakkında nazil bolgan dedi. İmam Bukhari Ebu Avana'dan Said ibn Jubayr'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Men İbn Abbas'a bu sure Haşr suresimi desem, bu sure Beni Nezir'dir dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve nihayeti mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Asmanlardaki ve zimindeki nesillerin hemmesi Allah'a tesbih etti. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Allah ehli kitaptın boğan kafirlarını, yani Beni Nezir Yahudilerini tuncu qitimlik sürgünde öylerinden haydap çıkardı. Sizler ularni küçlük durup munda har aldı çıkıp gidiyordu deb guman qilmagan edinglar. Ular özlerinin özlerini Allah'ın azabından to'siya alaydı deb o'ylagan edi. Ularga Allah'ın azabı ular o'ylamagan yerdan keldi. Allah ularning dillariga qo'rqinish soldi. Ular özlerinin kolları ve müminlerin kolları bilen buzdu. Ey akıl egileri, ularning halidan ibret ilinglar. Eğer Allah ularni sürgün bo'lishga hukm qilmagan bo'lsa edi, albatta ularni dunyoda o'ltirish bilan azoblaydi. Ular oxiratda dovzax azobiga duchor bo'ladi. Bu, yani ularning sürgün qilinishi shuning uchundirki, ular Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaştı. Kimiki Allah bilen karşılaşırken şüphesiz ki Allah onu qattiq cezalaydı. Ey Müslümanlar! Sizler meyli Beni Nezir'nin hormonlarını kesinglar, meyli onu burun qipeti ör kaldırыңlar, hemmesiga Allah ruhsat qiladi. Allah'ın mundaq ruhsat qilishi Allah'ın itaatinden çıkıcılarını, yani Yahudilarını rəsva qilish uchundur. Her nersinin Allah'a tesbih etadiganlıq toğrusida. Allah Teala bu ayette osmonlardagi ve zimindagi hamma narsaning Allah'a tesbih etadiganligini, onu ulug'laydiganligini, barliq nuqsonlardan poklaydiganligini, Allah'a iltica qildiganligini ve onu bar ve bir deb biladiganligini xabar qiladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. 7 asman zimin ve ulardaki mahlukatlar Allah'ını pak deb biladi. Kainatdagi qandaqligi narsa bo'lmasin, Allah'ını pak deb madhiylaydi. Yani Allah'ın ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhisini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga halimdir. Yani asilik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Allah g'olibdir,
hikmet bilen iş kılgıcıdır. Yani Allah nihayet kudretliktir. Andın Allah orunlaştırışı ve şeriat belgelemelerde hikmet bilen iş kılgıcıdır. Beni Nadir kabilesidekilerinin beşiği kelgen malametlerini bayan kılış doğrusida. Allah ahli kitaptın boğan kafirlarını, yani Beni Nadir Yahudilerini tuncu kıtınlık sürgünde öylerden haydep çıkardı. Tuncu kıtınlık sürgünde öylerden haydep çıkardı. Ola Beni Nadir kabilesinin Yahudileri bulup, Peygamber aleyhisselam Medine'ye kelgende ular bilen söhbetleşip Peygamber aleyhisselamның ulağa hücum qilmaslikqa ve ularning mu Peygamber aleyhisselamga hücum qilmasligiga kelishib ve ulağa bu sulhiga amal qiladiganligiga kapolatlik qilib va'da berdi. Biroq Yahudilar özleri bilen Peygamber aleyhisselamның orasidagi bu va'dani buzdi. Şunun bilen Allah Teala ulağa hiç toskılı olmaydigan azapını düşürdü. Peygamber aleyhisselam ulanın müstehkem korganlardan haydap çıkardı. Müslümanlar bu korganlarga erişemiz dep oylap bakmagan idi. Yahudiler bu korganlarını Allah'ın azabından özlerini qoğdaydı dep oylagan idi. Ulanın bu korganları Allah'ın azabıdan boğan hiç qandaq nəsini tosub qalalmadı. Allah azabı ula oylamagan yerden keldi. Peygamber aleyhisselam ulanı sürgün qılıp Medine'den haydap çıqırıb etdi. Ulanın bir türkümü Şam zemininin yuqori tarafidagi Ezraat degan yerga ketdi. O joy qiyomat kuni kishilar toplanadigan mahşergahdır. Qolgan bir türkümü Hayberge ketdi. Ulağa tögülleri kötüreldigidek yük taqıllarini özleri bilen billa elip ketishga ruxsat qilinib qo'rg'onlaridan chiqarib etildi. Ular öylerdeki özleri bilen elip ketelmaydigan narsalarni buzib chiqib etdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasul. Ular özlerinin kolları ve müminlerinin kolları bilen buzdi. Ey akıl egeleri, ularning halidan ibret elinglar. Yani Allah'ın emr fermanıga, onun peygamberiga qarşı çıqqan, onun kitabını inkar qilgan kishilarning oqibatinin qandaq bo'ladiganligi, dünyada ulağa Allah'ın har qiyğıcı azabının qandaq tushadiganligi ve ahirette onu qattiq azab kütüp turayotganligi haqida o'ylaninglar ve fikir yurgizinglar. İmam Abu Davud Abdurrahman ibn Ka'b'dan Peygamber aleyhisselamның sahabilerinden bir adamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Quraysh kafirleri İbn Ubay degan munofiqqa ve onun tavasidagi Avs qabilesi bilen Hazraç qabilesidan bo'lgan butparastlarga xat yozdi. Shu kuni Peygamber aleyhisselam Medine'de edi. Bu vaqa Bedir urushi bo'lishdan ilgari yuz bergan edi. Quraysh kafirlari xatida: "Sizlar haqiqatan bizning odamimizga joy berdinglar. Biz Allohning nomi bilan qasam qilamizki, sizlar uningga qarshi urush qilinglar yoki uni haydab chiqarib etinglar. Unda qilmasanglar, biz bütün qo'shinimizni elib sizlarga jazo yurish qilamiz. Hatta askarlarni o'ltirib, ayollaringlarni o'lja olamiz" deyilgan edi. Bu xat Abdullah Ubay ve onun tavasidagi butparastlarga yetib kelganda, ular Peygamber aleyhisselamga qarshi urush qilmoqchi bo'lib to'planadi. Bu xabar Peygamber aleyhisselamga tezli yetib bordi. U ular bilan ko'rishib mundaq deydi: "Shek shubhisizki Qurayshlarning sizlarni haddidan ortiq qo'rqitganligi menga yetib keldi. Ular sizlar o'zinglarni aldamoqchi bo'lgandan ortiq aldigan emas. Sizlar o'g'illaringlarga va qarindoshlaringlarga qarshi urush qilmoqchi bo'libsizlar." Ular Peygamber aleyhisselamdan bu gapni anglagandan keyin taqilib ketdi.
bu xabar Quraysh kafirlariga yetib bordi. Bedr urushi bo'lgandan keyin Quraysh kafirlari Yahudiylarga mundaq xat yozdi. Shek shubhisizki, sizlar sepil va qo'rg'onlarga ega. Sizlar bizning oramizga Muhammadga qarshi urush qilinglar. Unda qilmasanglar, biz sizlarga qarshi qo'shin tatib boramiz. Bizning sizlarning ayollaringlarga chiqilishimizga hech narsa to'salg'i bo'la olmaydi. Ularning xetining xabari payg'ambar alayhisalomga yetib kelganda, Bani Nadir qabilasi Yahudilari payg'ambar alayhisalomga xiyonat qilishni qaror qildi. Ondan ular payg'ambar alayhisalomga odam aytib, sen sahobalarыңdan 30 odamni elib biz tarafga chiqqin. Bizdanmi 30 Yahudi olimi chiqdi. Biz munosib bir o'rinda uchrashayli. Bu Yahudi olimlari sening so'zingni anglab baqsin. Agar ular seninkini rost qilsa va sana iymon etsa, bizmi sana iymon etayli deydi. Aytganda payg'ambar alayhisalom ularga qarshi qo'shin tatib bordi va ularni qo'rshaydi. Ondan ularga Allohning nomi bilan qasamki, sizlar haqiqatan men bilan qilishgan sulhiga ishonmay, men bilan boshqadan sulhi qilishga urindinglarmi? deydi va ular bilan sulhilashishni rad qildi. Ondan aytsi Bani Nadir qabilasini tashlab, Bani Qurayza qabilasidagi Yahudilarga qarshi qo'shin tatib bordi va ularni sulhi qilishga chaqirdi. Ular payg'ambar alayhisalom bilan sulhi qilishdi. Ondan payg'ambar alayhisalom ularning yenidan qaytib, aytganda Bani Nadir qabilasiga yana qo'shin tatib bordi va ular bilan uchrashdi. Oxiri ular yurtini tashlab chiqib ketishga rozi bo'ldi. Shunda qilib Bani Nadir qabilasidagilar surgun qilindi. Ular yuk taqinlarini, uylarining eshiklarini va keshaklarini tögilleriga aran ko'tiraligidek darajada otib elib ketdi. Bani Nadir qabilasidan qolgan xomizarliqlarni Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga xos o'lji qilib berdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Alloh payg'ambariga ulardan, ya'ni Bani Nadirning mollaridan qaytirgan g'animatlarni sizlar ot to'gilarni choptirib, ya'ni ajr qilib, jafo mushaqqat tatib qo'lga keltirgan emas. Ya'ni bu g'animatlarni urushsiz qo'lga keltirdinglar. Payg'ambar alayhisalom bu g'animatlarning ko'p qismini muhojirlarga taqsim qilib berdi. Ansarlardan faqat 2 odamga bu g'animatdan berdi. Chunki ular muhtoj kishilar edi. U ikkisidan boshqa ansarlarga bu g'animatlardan taqsim qilib bermaydi. G'animatning qolgan qismini bo'lsa payg'ambar alayhisalom qizi Fatimaning bolalarining qo'liga sadaqa qilib qoldirdi. Tuvanda Bani Nadir g'azotini qisqa bir shaklda xulosalab bayon qilamiz. Bani Nadir g'azotining sababi to'g'risida payg'ambar alayhisalomning tarjima holini yozuvchilarning bayon qilishicha, bu g'azotning sababi mundaq bo'lgan. Be'ir Mauna urushida payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan 70 odam shahid bo'lib ketdi. Ulardan Amr ibn Umayya Zamari teri qaytib keldi. U Madinaga qaytib kelish yo'lida Bani Amir qabilasidan 2 odamni o'ldirdi. Bu 2 odam bilan payg'ambar alayhisalomning orasida kelishim bor edi va ularga omonlik berilgan edi. Buni Amir ibn Umayya bilmaydi. U qaytib kelgandan keyin payg'ambar alayhisalomga bu xabarni yetkazdi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Sen haqiqatan 2 odamni o'ldirib qo'yibsan. Men u ikkisiga diyet to'layman" dedi. Bani Nadir qabilasi bilan Bani Amir qabilasining orasida tinchlik kelishim bor edi. Payg'ambar alayhisalom u 2 odamga to'lanadigan diyetni to'plash uchun Bani Nadir qabilasidan yordam so'rab, ularning qishig'i chiqdi. Bani Nadir qabilasining o'ltiraqlashgan rayonlari Madinaning sharqidagi Madinaga bir qancha mil keladigan joyda edi. Muhammad ibn Ishaq Muhammad alayhissalomning tarjimaholi degan kitobida mundaq deb bayon qildi.
Payg'ambar alayhissalom Amr ibn Umayya Zamari o'ltirib qo'ygan Bani Amir qabilasiga tava heliqi ikki odamning diyetini to'lash uchun Bani Nadir qabilasidan yordam so'rab, ularning qishig'i chiqdi. Payg'ambar alayhissalom bilan heliqi o'ltirilgan ikki odamning orasida tinchlik kelishimi bor edi. Bani Nadir qabilasi bilan Bani Amir qabilasining orasida tinchlik kelishimi bor edi. Payg'ambar alayhissalom o'ltirilgan heliqi ikki odamga diyet to'plash uchun Bani Nadir qabilasidan yordam so'rab, ularning qishig'i kelganda, ular: "Ey Muhammad, sen bizdan yordam talab qilib kelibsan. Biz sana sening talabing bo'yicha yordam qilaylik" deydi. Ondan ular o'zaro yo'shurun bir joyga kelib, "Sizlar hargiz bu odamni mushundaq holatda uchratolmaysizlar. Bu o'yining ustiga chiqib, uning beshiga yo'g'on tashlab, bizni uningdan qutuldiradigan odam bormi?" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa, ularning o'ylarining temining tuvida edi. Ularning ichidan Amr ibn Jihash deydigan biri, "Men shunda qilay" deydi. Ondan Payg'ambar alayhissalomning beshiga tashlashmoqchi bo'lib, o'yining ustiga chiqdi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa, sahobalardan Abu Bakr, Umar, Ali radhiyallohu anhum qatorliq bir qancha nafar sahobalar bilan birga kelgan edi. Shu chaqda Payg'ambar alayhissalomga Yahudilarning qilmoqchi bo'lgan suiqasdi haqida osmondan xabar keldi. Shuning bilan u darhol o'rnidan turib, uydan chiqib Madinaga qaytib ketdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Payg'ambar alayhissalom qaytib kirmagandan keyin sahobalari o'rnidan turib, uni izlashga kirishdi. Ular Madina tarafdan kelayotgan bir odam bilan uchrashib, uningdan Payg'ambar alayhissalomni so'raydi. U odam: "Men uni Madinaning ichida ko'rdim" deb javob berdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalomning sahobalari Madinaga berib, uning bilan ko'rishdi. Payg'ambar alayhissalom ularga Yahudilarning o'ziga suiqasd qilmoqchi bo'lganligi haqidagi xabarni so'zlab berdi va ularni Yahudilarga qarshi urush tayyorligini qilishga va ularga qarab yurish qilishga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom qo'shinni boshlab kelganda, ular qo'rg'on ichiga kirib olib, uningdan mudofialandi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni qo'rg'on atrofidagi xormalarni kesib tashlab, o't qo'yishga buyurdi. Yahudilar: "Ey Muhammad, sen kishilarni yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sayding-ku va bunda qilgan kishini ayblayding-ku. Endi xormalarni nima deb kessan va o't qo'ysan" deb to'laydi. Avf ibn Hazaj jamoatidan Abdullah ibn Ubay, Vadi'a, Malik ibn Abu Qavqal, Suvayd va Dais qatorliq bir guruh kishilar Bani Nadir qabilasiga: "Ching turinglar, yurtinglarni qattiq mudofaa qilinglar. Biz sizlarni hargiz tashlab qo'ymaymiz. Agar sizlar Muhammadga qarshi urush qilsanglar, bizmi sizlarning sepinglarda turib urush qilamiz. Agar yurtinglardan chiqirib etilsanglar, bizmi sizlar bilan birga chiqib ketamiz" deb odam aytdi. Yahudilar ularga ishonib, ularning yordamini kutdi. Lekin ular so'ziga amal qilmadi. Alloh Yahudilarning dillariga qo'rqinch soldi. Ular Payg'ambar alayhissalomdan o'zlarini surgun qilishni, jonlariga zomin bo'lmaslikni, qurol yaroqdan boshqa mol-mulklardan to'gillar ko'taraligidek miqdorda elib ketishga ruxsat qilishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom ularning talabini qabul qildi. Ular mol-mulklaridan to'gillari ko'taraligidek miqdorda elib ketishdi. Hatto ular uylarini buzib, ishiklarini keshaklar bilan qo'murib, to'gillarga otib yo'lga ravon bo'lishdi. Ularning bir qismi Haybarga, qolgan qismi Shamga ketdi. Ularning elib ketilmagan mol-mulki Payg'ambar alayhissalom qoldi. Bu g'animatlarni Payg'ambar alayhissalomning xohlagan yerga ishiltish uchun uningga xos qilib berildi. Payg'ambar alayhissalom uni ilgari hijrat qilgan muhojirlarga bo'lib berdi. Ansarlardan faqat Sahl ibn Hunafni
ve Abu Dujana'gıla bu ganimettin bədi. Çünki Peygamber aleyhisselam ulanın yoksul kişiler ekanligini anlagan idi. Şuna o ikisiga bu ganimettin bədi. Beni Nedir kabilesinden fakat Yamin İbni Umeyr ve Abu Sa'id İbni Vahib qatarlıq iki kişiler Müslüman bulup mal mülkini qoğdap kaldı. İbni İshak mundaq deydi. Yamin cemaatinden bazılarının bana sözlep berişçe Peygamber aleyhisselam Yamin'a tağanın oğlunun bana aziyet yetkizgenligiga ve suikast kılmakçı bolganlığı qarmam sen deydi. Şunun bilen Yamin tağısının oğlu Amr ibn Cihashni öldürüş için bir adamga haq berdi. O adam onu öldürüydü. İbn İshak mundaq deydi. Sure Haşr'nin hem ayetleri Beni Nedir kabilesi hakkında nazil oldu. Allah ahli kitaptan boğan kafirlarni, yani Beni Nedir Yahudilerini tunç qıtınlıq sürgünde öylerden haydap çıkardı. Sizler ularni küçtük durup mundaq har alda çıkıp gididu deb güman qılmagan edinglar. Yani sizler ularni muhasirge elip qo'rshigan qisqagina muddat ichida mundaq oson chiqib ketadi deb o'ylamagan edinglar. Ularning qo'rg'onlari shundoq puxta va mustahkam bo'lishi qaramay, ular bu qo'rshovga faqat 6 kunlik bardoshlik beradi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular o'zlarining o'zlarini Allohning azobidan to'siya oladi deb o'ylagan edi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi. Yani Allah'ın azabı ulağa oylamagan yerden geldi. Allah Teala bu vakti mındaq deydi. Ula yani Mekke kafirlerden ilgari ötken kafirlar öz peygamberlerge eyle mikir işiltip Allah'ın nurunu öçemekçi boldu. Allah ulanın eyle mikir binasını tel töküs gümran kıldı. Ulanın üstüge bu binanın ögüsü örülüp düştü. Ulağa özleri oylamağa yerden azap geldi. Allah ulanın dilleriga qo'rqinish saldı. Yani ulanı bir aylık yirak musabidin düşmeniga selish qo'rqinish bilan yardım verilgen Peygamber aleyhisselam qo'rshigan tursa, ulanın dilleriga qandaqmi qo'rqinish tushmasin? Ular öylerini özlerinin kolları ve müminlerinin kolları bilen buzdu. Yani ular öylerinin toruslarını, közlerine çıraylık görüngen nesillerini buzup, işiklerini komurup, tögülerine atıp ketişti. Urvah İbni Zubeyr, Abdurrahman İbni Zeyd ve bir qancha kişilerimi bu ayet hakkında yuqorqidek deydi. Eğer Allah ularni sürgün bo'lishga hukm qilmagan bo'lsa edi, albatta ularni dunyoda o'ltirilish bilan azoblaydi. Zuhri bu ayet haqida Urva, Suddi ve İbn Zeyd qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Eğer Allah ularni yurtlaridan sürgün bo'lishga, mol mulklaridan ayrilishga hukm qilmagan bo'lsa edi, Allah'ning dargohidan ularga o'ltirilish, asir ilinish ve şununla o'xshagan başka bir azap kelgan bo'ladi. Çünkü Allah ularga ahiret yurtida cehennem otidan ibaret qattiq azapni tayyorlagandan sırt bu dunyoda mu cho'qim azobga duchor bo'ladi deb hukm qilib o'tgan edi. Ular oxiratda dovzax azobiga duchor bo'ladi. Yani ular bu azobga cho'qim duchor bo'ladi. Bu yani ularning surgun qilinishi şunun üçündür ki ular Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaştı. Yani Allah Teala peygamberini ve mümin bendilerini ularning üstüden galip kılıp ularni muşundaq cezaladı. Çünkü ular Allah'a ve onun peygamberiga karşı çıktı. Allah'ın Muhammed aleyhisselamni peygamber kılıp əvətidiganlıqı haqqında ilgir ötken peygamberlerge nazil qılgan xoş xəbərini inkar qıldı. Halbuki ular bu xoş xəbərdə köz tutulğan
xo'sh bishoratchi bo'lgan payg'ambar alayhissalomni xuddi o'g'illarini bilgandek biladi. Kimiki Alloh bilan qarshilashadi ekan, shubhisizki Alloh uni qattiq jazolaydi. Xorma daraxtlarining kesilishining Allohning ruxsati bilan bo'lganligi to'g'risida. Ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nadirning xormalarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar, hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Allohning mundaq ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudilarni rasvo qilish uchundir. Voqea mundaq bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom ularni muhosirga olganda ularga ahonat qilish, ularni cho'chitish va dillariga qo'rqinch solish uchun sahobalarni ularning qavmlarini kesishga buyurdi. Muhammad ibn Ishaq bu oyat haqida Yazid ibn Ruman, Qatada, Muqotil ibn Hayyan qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bani Nadir qabilasidagilar payg'ambar alayhisalomga odam avatib, sen haqiqatan kishilarni buzg'unchilik qilishdan to'satding. Endi sana nima bo'ldi? Daraxtlarni kesishga buyuribsan-ku, deydi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat karimni nozil qildi. Ya'ni, ey musulmonlar, sizlarning Bani Nadir qabilasining qavmlarini kesib tashlashinglar yoki kesmasliginglarning hammasi Allohning ruxsati, uning irodasi, o'rinlashtirishi va roziligi bilan bo'ladi. Bunda qilish faqat dushmanni azoblash, rasvo qilish va xorlash uchundir. Mujahid mundaq deydi. Muhojirlarning ba'zisini xormisini kesishdan to'sib, bu musulmonlarning g'animatidir deydi. Shuning bilan xormini kesishdan to'sqanlarni tasdiqlab va xormini kesganlarni gunohdan oqlab Qur'onda oyat nozil bo'ldi. Uni kesish yoki kesmaslik faqat Allohning ruxsati bilan bo'lgandir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Nesai bu oyat haqida Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmonlar Yahudilarni qo'rg'onlaridan tushishga majburlash uchun xormini kesishga buyurildi. Xormini kesishga buyurildi. Bu ish Yahudilarning ichini ichishtiribdi. Musulmonlar biz xormining ba'zisini kesib tashladik, ba'zisini kesmadik. Xormini kesib tashlaganligimiz uchun bizga ajr, kesmaganligimiz uchun gunoh bo'lamdi yo'q. Buni payg'ambar alayhisalomdan cho'qim so'rashimiz kerak deydi. Shuning bilan Alloh taolo, ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nadirning qavmlarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar, hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Allohning mundaq ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudilarni rasvo qilish uchundir degan oyatni nozil qildi. Imom Ahmad ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Bani Nadir qabilasining qavmlarini kesib tashlab o't qo'yibdi. Bu asarni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Nadir qabilasini va Qurayza qabilasi payg'ambar alayhisalomga qarshi urush qildi. Payg'ambar alayhisalom Bani Nadir qabilasini surgun qildi. Qurayza qabilasi bilan sulhi tuzib, yurtlarida qoldirdi va ularga yaxshilik qildi. Lekin ularmu keyin payg'ambar alayhisalomga qarshi chiqdi. Ularning erlari o'ldirildi, mollari o'lja ilindi. Ayollari, bolalari va mol-mulki musulmonlarga taqib berildi. Faqat ulardan az bir qism kishilar payg'ambar alayhisalomning qishig'i keldi. Payg'ambar alayhisalom ularga omonlik berdi. Ular islom diniga kirdi. Payg'ambar alayhisalom Abdullah ibn Salamning qabilasi bo'lgan Bani Qaynulqa qabilasining va Bani Harisa qabilasining yahudilari va Madinadagi butun yahudilarni surgun qildi. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umarning yana mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Bani Nadir qabilasining qavmlarini kesib tashlab o't qo'ydi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh bu haqda
ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nazirning qavmlarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'r qoldiringlar, hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Allohning mundaq ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudiylarni rasvo qilish uchundir, degan oyatni nozil qildi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Bani Nazir qabilasi bilan bo'lgan urush Uhud urushi va Bi'irma Una urushidan keyin yuz bergan. Alhamdulillah, yuqorida Sura Hashr tafsiridan 5-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.